Qizlar e'tibor qilasizlar. Mana hozir bu biz o'zimiz modelnikda tikkan futbolkamizga, poloyimizga mana oddiy ekstra for qo'yilgan. Buni narxi taxminan 1 metri 200 so'm bo'lsa, yarim metr ketadi deb hisoblasak, 100 so'mlik ekstra for ketyapti. Endi bizda mana bunaqa yozuvli ekstra forlar bor. Buni ham mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa qo'ysak, brendiviy vid beradi. To'g'ri. Juda chiroyli ko'rinish beradi. Buni taxminan deylik narxi 600 so'm bo'ladigan bo'lsa, bitta futbolkaga mana bu ham yarim metr ketsa agar 300 so'm bo'ladi. Ya'ni futbolkaning narxi bor yo'g'i 200 so'mga oshdi. Lekin buni ko'rinishi, vidi brend darajasidagi bir mahsulotga aylanadi. Ya'ni sizlar oddiy ekstra for so'ragan mijozlarga bizda yozuvli, o'zingizlarning brendingizlar tushirilgan, xohlagan rangingizlarda ajoyib ekstra forlar qilib bera olishimiz mumkinligi to'g'risida eslatib o'tasizlar. Xo'p, bo'ladi. Ideya berish juda muhim.